18-noyabr bizning g'ururimiz, vatanga muhabbat va birdamlik ramzi bo'lgan muqaddas bayrog'imiz qabul qilingan kun. Bugun har bir o'zbekistonlik, samarqandlik yurtimiz ramzi bo'lgan bayroqni yuksak ko'tarmoqda. Chunki bayroq mustaqilligimiz, tinchligimiz va kelajagimiz ramzidir. Barchangizni xonadoningizga, tashkilot va korxonalar binolariga muqaddas davlat bayrog'imizni o'rnatishga chorlaymiz. Vatan muqaddas, bayrog'imiz g'ururimiz. Keling aziz yurtdoshlar, har bir xonadonda, har bir ko'chalarda bayrog'imiz iftixor bilan hilpirasin.